Assalomu alaykum. Biz mana shu klinikaga kelib hujayra oldik. Hujayradan biz ikkinchi marta keldik, ikkinchi marta. Birinchi martasida yaxshi bo'ldi, ikkinchi martasida yana olib ketyapmiz endi. Biz xursandmiz, mamnunmiz bulardan. Bizga yaxshi xizmat ko'rsatishdi. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Mana biz O'zbekistondan keldik. Shifo izlab 1,5 yildan beri ayolim shu jigar xastaligi bo'yicha og'rib kelardi. Mana shu davolanish maskaniga keldik. Bu doktorlar yaxshi qarashdi, bizga hujayra qo'ydi va inshaalloh Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketdi. O'zini hozir yaxshi his qilyapmiz. Yordam bergan toshkentlik Elyor ukamiz tarjimon bizga ancha yordam berdi. Qo'llab-quvvatladi. Bu yerdagi doktorlar ham Shekhar, doktor Hart hammasi bizga yaxshi yordam berdi. Yaxshi qarashdi. Biz ham shu 5 yil 6 yildan beri ayolim jigar xastaligi bilan og'rirdi. Jigari qotishi 33% edi. Bu yerga kelganimizdan keyin birinchi marta hujayra olganimizda 20% bo'ldi. Endi hozir ikkinchi martasini oldik. Endi Allohdan shifosini so'rab ketyapmiz. Bularga doktorlarga, Shekhar, doktor Hartlarga hammalarga rahmat. Salomat bo'lsin. Yaxshi bo'lib qoldik, rahmat biz. Rahmat, sog' bo'linglar.